Assalomu alaykum Gulshaydolarim. Bugun sizlar bilan fiyalka barglarini va fiyalkalarni ekish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga men mikser torf ishlatdim. Bu torfdan topilmaganlar agrobaltni ko'kidan ishlatsa bo'ladi. Fiyalkalarga torfdan 1 litr soldim. Bu torfni fiyalkalar juda ham yaxshi ko'radi, yaxshi qabul qiladi. 1 litr torfga 2 stakan pinoplast shariklaridan soldim. Sizda bunaqa shariklar bo'lmasa, oddiy betovoy texnikalar ichidan chiqadigan shariklardan solsanglar bo'ladi. Pinoplast shariklari chiqmasligi uchun torfni sal namlab oldim. Shunday qilsalar pinoplastlar uchib ketmaydi. Kalimeyn ildizlarni yaxshi rivojlanishi uchun 1 litrga 2 gramm solsanglar bo'ladi. Fitosporiya fiyalka ildizlarini chirishini oldini oladi. Chunki oldimiz quyoshli issiq kunlar ildizlar chirib qolishi mumkin. Shuning uchun yengil grunt tayyorlab olamiz. Fiyalka bargimizni 2 cm uzunligida qondirib kesib olamizda. Stakanchikka ekamiz. Mani bargim katta bo'lgani uchun katta stakanchikka ekdim. Siz bargingizni razmeriga qarab stakanchikka yoki oddiy paketga eksangiz ham bo'ladi. Faqat paketga eksangiz tez shamollatib turasiz, ichi terlab qolmasligi uchun. E'tibor bergan bo'lsanglar, gulidan ham fiyalkani keltirsa bo'ladi. Agar gullagan gullarining tagida bargi bo'lsa, albatta uni kesib, Kökte yakan yağmur mu bu? Senin göz yaşın mıydı bu? Kökte yakan yağmur mu bu? Tilkeleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz. Ketayapman yana sensiz. Barglarning holati juda ham yaxshi, juda ham chiroyli holatda kelgan. Bular yangi sotib bo'lgani uchun men bargidan sotib oldim. Endi bularni ko'paytirishga harakat qilaman. Gullari juda ham chiroyli. Fiyalkani qanaqa sortlardan sotib olganimni Telegram guruhimga rasmlari bilan tashlab qo'ydim. Endi navbatdagi fiyalkamni vagini sal kattaroqqa o'zgartirib eski barglarni olib tashlayman. Ularni albatta fitilni poliv qilib ekalaman. Eski barglarini qishda yorug'lik kam bo'lgani uchun eng tagidagi barglari uzun bo'lib ketdi. Shularni olib tashlaymiz va pasinkalarini ajratamiz. Pasinkasini ehtiyotkorlik bilan pichoq bilan kesib oldim. Bizda pichoq bo'lmasa, zubochistka bilan ham ajratib olsa bo'ladi. Faqat juda ham ehtiyotkorlik bilan ajratib olish kerak. Videoda qo'limdan kelgancha sizlarga tushunarli, ko'rinarli bo'lib olishga harakat qildim. Mehnatimni yaxshi baholaysizlar degan umiddaman. Video uzun bo'lib ketgani uchun tezlashtirmasam bo'lmadi. Instagramda uzun videolar topga chiqmaydi. Rosa qisqartirganimda ham baribir 7 minutlik video bo'ldi. Ko'z o'ngimda xumar ko'zlar
Men xohlardimki, Instagram sahifamdagilarni barchani gullari chiroyli unib o'sishini xohlayman. Ko'pchilik men gul o'stira olmayman, qo'limdan gul o'smaydi deb o'ylaydi. Lekin bunaqa emas. Ozroq harakat qilsangiz, hamma gullarni o'stirsa bo'ladi. Faqat gullarga o'zi xohlaydigan sharoitni yaratib berish kerak. Bu felkam ham tomirlari siqilib qolgan edi. O'zidan sal kattaroq tuvakka o'tkazdim. Unut dedin ya, unutalmadım. Sensiz Turib turpoqlarni yaxshi joylashtirib olamiz. O'ynak ajratgan plastinkamizni ehtiyotkorlik bilan turpoqqa ekib qo'yamiz. Hamma ekkan barglarimizni konteynerga solib parnik qo'yamiz. Ildiz ochishi uchun mana avval ekkan barglarim rosa detka berishgan. Hali bu detkalarni ajratishga vaqtli. Bu detkalarni ham ajratsam, albatta video tarzida sizlarga ko'rsataman. Yangi ekkan barglarimizni konteynerga solib, issiq va yorug' joyga qo'yib qo'yamiz. Harorat 26 gradusdan baland bo'lmasligi kerak. Barglar chirib qoladi. Juda ham issiq bo'lsa. Endi bo'ynakka gulimdan ajratgan barglarni olib, konteynerga solib qo'yaman. Men bu barglarni ildiz chiqargandan keyin kichkina tuvakchalarga olib ekib qo'yaman. Bu konteynerda faqat ildiz chiqaradi. Keyin alohida tuvakchalarga ekib, yana konteynerga solib